Assalomu alaykum. Anglayotganlar Türme Xatirlari Mahbus Ruhlar. Abdori Abduli Ayub. Bu uymu vatan. Bizmu Uyg'ur. Ayolim ishikdan kirganda kompyuterning oldida o'ltirib oldim. Bu mening doimli qiyofatim edi. Odatda kompyuterning oldida o'ltirib olsam, ayolim savol so'ramaydi, ishqa buyurmaydi. Agar ranjib qolsa, mushu kompyuter bilanla uy tutsangmi bo'ptikan, o'ylanaman, balaliq bo'laman demay, deb qaqshab qo'yatdi. Torlarda qurilmoqchi bo'lgan ona til yaslimiz haqida yozilgan yozmalar bor edi. Qarasam ostiga har xil inkaslar tushibdi. Ba'zilar ona til harakatimizni hukumat tashlagan bir tor, shunga texmo ko'p biliqning yig'ilishini kutyotidi, deyishga boshlabdi. Yana ba'zilar bu harakatni Uyg'urlarning o'zini qo'g'dashdiki, oxirgi fursati deb targ'ib qilsa, yana ba'zilar ona tili yaslisi ochmaymi, ona tilni qo'g'dab qolg'ili bo'ladiganligi, tilni emas, dinni qo'g'dashning ikki dunyolik ahamiyati haqida munozara qilg'ili turibdi. Tutulishim haqidagi gaplar jamiyatga chiqib ketgandek qiladi. Ba'zi manbalarda ona til yaslisi ichishning, ona tilni qo'g'dash tashabbusining, hatto yozmalarimni tarqitishning vahimalik oqibatlari haqida paranglar chiqishga boshlagan edi. O'qirmanlar allaqachon agar ona tilni qonun bo'yicha qo'g'dash o'ngsizlikqa uchrasa, boshlamchilar xatarga yo'liqsa, bundaq ehtimolliklarga qandoq taqobil turish haqida munozara qilishni boshlab bo'lgan edi. Jamiyatda tarqalgan gaplarga tushuncha berishim, tutulishim haqidagi gaplarni besiq turishim, birer kutilmagan ommaviy hodisa chiqishining oldini olishim kerak edi. Xatarlikmishman degan mavzuda xatarlik emasligimni isbotlab bir yozma yozdim. Ona tili yaslisi haqida torda tushgan inkaslarga javob berish, tutilmaydiganligimni ta'kidlash, jamoatni xotirjam qilish muhim edi. Yozmam munbarga chiqibla qizib ketdi. O'qirmanlarga yozgan javob inkaslarimda yaslimizning tayyor bo'lib qolganligi, hukumatning hech bir to'sqinlik qilmaganligi, faqat ba'zi sapasiz saqchilarning qo'pollik qilishidan ranjishning behojatligi, Xitoyda qonun bo'yicha fuqarolik huquqi, Uyg'urlik huquqini qo'g'dashning mumkinligi, zarurligi haqida to'xtalatdim. Adolatga ishonish, haqqoniyatda ching turish, Xitoydek qonun bo'yicha idora qilinayotgan davlatda qonunga tayinishning masalani hal qilishda muvofiq yo'l ekanligini ta'kidlaydim. Balkim shu chog'da o'qirmanlarimga emas, o'zimga tasalli berayotgan bo'lishim mumkin edi. Men garchi bu gaplarni bizning Uyg'ur tilida yasli qurish, bolalarni ona tilda yasli ma'rifidan bahramand qilish tashabbusimizni qo'llayotgan 500 mingdan ortiq agashkuchiga deganda qilgan bilan amaliyotda o'zimga sabrini, tamkinlikni va tinchlanishni tavsiya qilayotgan bo'lishim mumkin edi. Buncha kuchab ketishimning sababi ona tilni qo'g'dash, yasli qurish o'ng'ishsizlikqa uchrab, mening tutilishim sababli biror namoyish, biror zo'ravonlik va boshqa har qanday bir ijtimoiy harakat bo'lishini xohlamaydim. Chunki men shohid bo'lgan qarshilik harakatlar tinch boshlanib, qanliq oyoqlashgan edi. Bundaq harakatlarda o'lgan otalar, yetim bo'lgan bolalar, tul qolgan onalar, qamalgan qavm qarindoshlarning zamin bo'lg'uchisi, ish terg'uvchilar deyiladi. Ulardan atrofimdagilar norozi edi. 1990-yili 6 aprel Qizilsuv oblastiga tava Barin yezisida qurolliq qarshilik portlagan edi. Shu chog'da men 16 yoshga kirgan bo'lib, Qashqarda edim. Mahallimizda kishilar Barin osmonida o'qning yomg'irdak yoqqanligi, yezidan qora qo'yiq tutilganlarning mashinalarga kesakdak besilganligi, asirga tushgan tirik va o'liklarning naga yo'qotilganligi haqida kusurlashgan edi. Faqat vaqa sabablik uylar axtirilgan, bu vaqaga sabab bo'ldi deyilgan Turg'un Almasning Uyg'urlar, onlarning qisqacha tarixi,
Qadimki Uyg'ur adabiyoti degan 3 kitob ko'ydirilgan, kitobni tarqatgan, bir-biriga sovg'at qilgan kishilar tutqun qilingan edi. Maktabda dars to'xtab, siyosiy o'rganish qilingan, yozliq ta'tili amaldan qoldirilib, ideya o'zgartishga zo'rlangan bo'lib, shu chaqda ba'zi o'qituvchilarning ish terg'uvchilar haqida g'udrashqanlari yelimi esimda. 1997 yili 5 fevralda G'uljida bo'lgan namoyish fojiaga aylanganda Beyjingda edim. Uyg'ur o'quvchilarini faoliyatga tashkillashda aktiv edim. Shu aktivlikim sababli tunji qitim saqchining so'roqlariga duch keldim. Ular mendan G'uljilik o'quvchilar orasidan faoliyatchan bolalarni tizimlab berishni, o'quvchilarning Beyjingda ish chiqarish ehtimolligidan va ularning kayfiyatidan saqchilarni xabarlantirishni talab qilgan edi. Saqchilar rad qilganimni anglab, hayron qolgan va mening keyingi xizmat va istiqbolimning mushu qitimliq ifodamga munosabatli ekanligini eskartib ulgurgan edi. 5 fevral namoyishidan keyin Beyjingda g'uljiliklar qara quyuq tutilgan, hatto g'uljidan ishlamchi ishlatgan oshxona xo'jayinlarimi savol so'roqdan amon qolmagan edi. Xitoy g'ulji bilan sirtning barliq aloqasini uzib tashlagan bo'lib, saboqdoshlarimiz uyiga telefon qilolmay, uyidan turmush xarajati kelmay, qiynalib qolgan chaqlar xili davomlashgan edi. Men shu chaqda g'ulji namoyishi sababli so'roq qilingan tijoratchilarning oshxonalarda, pul kelmagan saboqdoshlarimning yotoqlarida, yig'ib o'ginishga zo'rlanganlarning zallarda ish chiqarg'uvchilar haqidagi norozilikni anglab, g'azabdan nafaslarim kesilib ketgan edim. Oradan 12 yil o'tganda 2009 yili Urumchida namoyish portlab, yana fojiaga aylandi. Bu qitim men Amerikada edim. Vatan bilan aloqa butunlay uzildi. Yana qora quyuq tutqun qilishlar, o'limga hukm qilishlar, siyosiy o'ginishlar takrorlandi. Albatta, ish chiqarg'uvchilardan g'udrashlarni yana angladim. Yuqorqi 3 vaqada menga eng ta'sir qilgani fojiadan bakrak atrofimdagi kishilarning qatnashquchilarni ayblashi edi. Har qanday bir vaqa chiqdimi, takrorlaydigan so'zlar: "Singanninni yesi bo'lmamdi, qo'lidan nima keladi? Chatoq termasa bo'lmamdi. Hamma odamni balog'a tiqqicha tinch yashasichu" edi. Mencha bu so'zlar yuqorqi harakatlarda jon berganlarning nomini bulg'ab, izini o'chiratdi, ruhini qo'rintiratdi. Men natijasini kontrol qilolmaydigan har qanday ommaviy harakatni qo'zg'ash, rahbarlik qilishdan yiroq turatdim. Sababi, yuqorqi ommaviy harakatlarda boshlamchilarning hech biri o'zi boshlagan harakatning taraqqiyoti va natijasini kontrol qila olgan emas. Mencha ularning har qanday birida undaq imkonmi yo'q edi. Shunga men ona tilini qo'g'dash tashabbusimning tordagi ommaviy fikr, munozara va qizg'inliklardan ko'chadagi amaliy harakatga aylanib ketishini xohlamaydim. Mening ona tilini qo'g'dash uslubim faqat yiziqchilik, leksiya va yasli etish bilan kifoyalanadi. Asla ona til harakati qo'zg'ash niyatim yo'q edi. 2012 yili sentabrda Urumchida ona tili yaslisi ochmoqchi bo'lganimizda shaharlik ma'rif idorasi iltimosni oshkora rad qilib, tilimizni kamsitib, bizni qorovulxonaga qamab, bu ishni jamoatga jakarlashga majbur qildi. Bu oldin planlanmagan, kengash qilinmagan oshkorlash bir ona tili yaslisi qurishni ona tilini qo'g'dash harakatiga aylantiribdi. Men o'zim boshlagan bu ishga faqat o'zimla ega bo'lsam, qurbon beradigan ish bo'lsa, mayda qiqib chiqqan bo'lgandikin, o'zimla qurbonlik bersam deb o'ylaydim. Shunga 2013 yili 19 martda Urumchida tashkillagan ona tili yig'inimiz bekor qilinganda, Qashqardagi chet el tili kursim va ona til yaslirim taqvatilaganda, bularni jamoatga oshkorlab yozmadim. Dag'dug'a qilmagan edim. Chet eldagi axborotlar bu haqda telefon qilib, ahvol egilmoqchi bo'lgandimu rad qilgan edim.
2013 yılı 21 fevral ana tili günüde bazı dostlar hükümetinin Uyghur tilini cheklash siyosatiga norozilik bildirish uchun bolalarni bir kun maktabga avatmaslik taklifini berdi. Men buni oshkora tashabbus qildiganga axborot supisi topqili bo'lmaydiganligini avomga yoshirin yetkazilganda yetkazguvchilarning bir-biriga bog'lanib bak ko'p kishining tutilib jazolanib ketadiganligini aytib rad qilgan edim. Kishilarning men sabablik tutilishini xohlamaydim. Tutuluş degan söz esimga kelsila 5 iyul kechasi bo'lgan umumiy tutqun xiyolimdan kechatida tikanga o'ltirgandek bearam bo'latdim. Shunga men xatarga uchraydiganligim, tutiladiganligim haqidagi bayonlarga vaqtida raddiya qaytirib, yuz berish ehtimolligi bo'lgan har qanday ommaviy harakat yoki qarshilikning oldini olishim kerak edi. Kompyuterga qarab o'ltirgancha sahar soat 3 bo'ldi. Hech bir saqchi tutqili kelmadi. Har qancha bo'lsa-mu, bu yarim kechada kelmas degan xiyol bilan kiyimimni talmay so'zilib baqdim. Uyqum kelmadi. Yana kompyuterning oldiga kelib, Ozarbayjonning milliy marshi "Kechirma bizni vatan" degan she'rni qayta anglashga boshladim. Bu she'rni burunmu anglagan. Ammo nimishqa shu kechasi atayin shu she'rni aqtirib tepib, qayta anglab ketganimni bilmayman. She'rdagi boshqalar jondan kechdi, biz bo'lsaq sendin, kechirma bizni vatan degan misrani tunji anglaganimdala ko'zimga yosh kelgan. Har anglasam yig'laydim. Balkim shu kuni qechishdan voz kechganim, nima ko'rsam vatanda ko'rishni qaror qilganim uchun bu she'rni anglab o'zimga tasalli bergandiman. Shu kunimu shu misrani kayniga yondirib qayta anglab ketgan. Balkim o'ksib yig'lab tashlagan bo'lsam kerak, ayolim uyg'onib ketibdi. Bu uymu vatan, bizmi Uyg'ur degan yolvorgandek ovoz tuyuqsiz orqamdan anglanganda cho'chib ketdim. Xuddi bir kapsizlikning ustida tutilib qolgan kichik boladek darhol kompyuterni o'chirdimda uningga lappida bir qaradim. Shu daqiqada ko'zlarimda ayolimning chiroyida aks etgan ansizlik, arg'inlik, sulg'unlik, norozilik qetib qoldi. Men peshonasi sho'rliq ayolimga chidamaydim. Uning tanlagan yo'lim sababli eridan ayrilib qilishi, ikki bolamning dadasiz mo'ldirlashlariga chidashga majbur bo'lishi odillik emas edi. Ayolimga uvol qilgan edim. Uningmi boshqalarning juftilariga o'xshash chiroyli kiyinib, esil yab ichib, bolalarni tujublab cho'ng qilib, xotirjam sayohat qilib yashash huquqi bor edi. U to'g'ri aytgan edi. Mushu uyimmu men kechalmaydigan, jon tikib qo'g'daydigan vatanning bir partisi edi. Men saqlab qolmoqchi bo'lgan ona til bolalarimningmi ona tili edi. Men g'imini yeyotgan Uyg'urning mavjudligi qatorida ayolim va bolalarimmi bo'lishi kerak edi. Qizlarim tatliq uxlayotgan mushu uy, men o'tida puchilnayotgan Uyg'urning o'zi, Uyg'urlikning ma'nisi, meg'zi edi. Men qarab turib, ona til uchun onamni bolasiz, ayolimni ersiz, ikki qizimni dadasiz qo'yish oldida turatdim. Uyg'urning huquqini qo'g'dash uchun oilamni qo'g'dag'uchisiz qo'ymoqda edim. Vatanning o'tida kuyman deb oilamni, qarindoshlarimni kuydirishga, qo'qasqa ittirishga hozirlanib bo'lgan edim. Bu ular uchun adolatsizlik edi. Bunda qarab tursam ayolim gumon qilib savollarni yog'dirishi mumkin edi. Shunga o'zimni yoshirish uchun munchaga kirib, beshimdan suni bo'lishiga qo'yivetdim.